Qishloqning o'rtasida osmonga qarab cheksiz ko'tarilib ketadigan zinapoya bor edi. Yilda 2 marta ular zinadan chiqish kunini o'tkazishar, katta bochkaning ichidan bir ism tortib olishardi. Kim chiqsa, bu katta sharaf sanalardi. Uning opasi sochini tuzatib, ko'zida yosh bilan quchoqladi. Qachonki u ham tanlansa, ukasini ko'rishi mumkin edi. Qariya uning yelkasiga qo'lini qo'yib, bir muddat sinchkovlik bilan qaradi. So'ng hech nima demay bolaga yo'l bo'shatdi. Bola chiqishni boshladi. Lekin opasi ukasini bulutlar ichiga kirib ketayotganini ko'rganda, nimadir uning yuragiga notinchlik soldi. O'sha kechasi u yashirincha qishloqdan chiqib, zinapoya tagiga keldi. Tanlanmasdan chiqib ketgan odamning ismi hech qachon tilga olinmas edi. Agar u buni qilsa, ehtimol ukasini qayta ko'rmasdi. Lekin yuragidagi bezoftalik tinchimadi. Shuning uchun u ham zinapoyaga chiqishni boshladi. Qishloq asta-sekin ko'rinmay qoldi. Uning nafas olishi qiyinlashdi va sovuq tushdi. Zinapoyalar oxirida u bir eshikni topdi. Ichkariga kirdi. Qarasa, bir bola Saidnur shirinliklari yeyish uchun ogirlikka tushibdi. Shirinlikni topganda singlisi uni ko'rib qolib oyimga aytib beraman deb qo'rqitdi va aka-singil mazza qilib Saidnur shirinliklarini yeyishdi.